Mana shu O'zbekistonda mana urush yurgan paytingizda ATFda urush yurdi, adashmasam keyin Dubayga ketdingizda. Nimaga aynan Dubayga? Misol uchun ko'pchilik Tailandga sborga ketadi yoki misol uchun Rossiyada qilib yuradi bolalar. No, Amerikaga harakat qiladi. Siz Dubayga ketdingiz. Nimaga aynan Dubay? Men aka Husan akam ko'rib yurardim. Tomosha qilib yurardim. ATFda urushib yurgan paytim Husan akam ko'rardim. Hamzat kelardi zaliga. Keyin Edwardson kelgan, Sterling, Merab shular kelgandan shu zalga borishim kerak deb niyat qilib yurardim. Zalga borishim kerak niyat qilardim. Hamzatlar ko'rardim. Husan akam lapalashib yurardi. Zo'r zal deb bilardim. Keyin endi yaxshi niyat qildim. Alloh yo'llarini ochib nimadir bo'ldi-da, shu ketib qoldim-da. Bordim, Husan akam bilan tanishdim, yaxshi aka-uka bo'ldik. Bolalar gap chiqishni boshladi. Keyin o'sha ashiga o'rgandim, ashiga moslashib. Husan aka yonida yurgan bolalar ayrimlari o'sha ishlaydida, как murabbiy bo'lib. Siz ham ishlaysizmi? Yo'q, aka men Faqat sport. faqat sport. Endi aka Finans qatdan. keladi, Xudoga shukr, Alloh beradi. Bormi o'zim qarashib turgan akalar? Bo'lmasa u yerda yashashni bilasiz o'zingiz, rasvotchilik ko'p. Napas olisham Tomonlama, Xudoga shukr, akalarim bor, qilib beradi hamma yo'qdi. Uy, pitaniya. Yemoq uchun hamma yo'q qilishadi. Shuncha xotirjam yuraman-da. Faqat sport bo'ldi. Faqat sport. Dubayda necha mahal qilasiz novkani? 2 mahal. Ertalab kechasi. Mesela bo'yi yo'qsa dushanba 2 mahal, seshanba 1 mahal, chorshanba 2 mahal, payshanba 1 mahal. Cherezda ham Cherezda 2 mahal. Endi postoyanno nagruzkada odam yura olmaydi. Postoyanno formada ham yura olmaydi.